Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Yana bir darvozamiz o'zimiz Namanganga Qayiqi degan joyga olib keldik. Uchqo'rg'on qayiqisi. Xudo xolasa darvozamiz haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Xolos shunday obzorni to'g'rilaylik. Xo'p, darvozamiz ko'rishlari mumkin. O'sha chechenskiy fason deydi, o'sha turkmancha darvoza desa ham bo'laveradi darvozamiz. Xo'p, darvozamiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Darvozamiz 3 qavatli variantda bo'lgan, 3 qavatli variantda ko'rishlari mumkin. Xo'p, yondoqlarimizda 10 2lik ishlatganmiz, taglarimiz 10lik shivillerdan bo'lgan, listlarimiz 1.8 da bo'lgan. Xo'p, to'qima profillarimiz ham hammasi mana shu ichida 6 ga 4, mana 2 lar ham hammasi qalindi, stenkalar qalindi bo'lgan. Zamoylarimizga keladigan bo'lsak, zamoylarimiz mana Zuber zamoy bo'lgan. Xo'p, bu joylari misol uchun shershopki listlarimiz 1.2 stenkada bo'lgan. Ko'rishlaringiz mumkin, 1.2 stenka. Darvozamiz qo'lni shumkada. Qo'lni hop bu joylarga mana vibralarga e'tibor bersangiz, shu traktor vibra deydi. O'g'lik traktor vibralardan qo'yib, tepa tahiya qismlariga ham xudo xohlasa chiroyli qilib jilo berilgan. Darvozaga ko'rishlaringiz mumkin, bitta baho berishlaringiz mumkin. Hop, orqa tomonlarni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Hop. Orqa tomonlarni ko'rishlaringiz mumkin. Orqa tomoni mana shu tekis holatda bo'lgan, ko'rishlaringiz mumkin. Shanrlarga keladigan bo'lsa, shanrlarga ham o'sha rally shanrdan qo'yib berganmiz. Xudo xolasa darvoza bilan orqasi mayin qilib germetekislarni sepilgan. Qo'lni shumkali variantda darvozaga bitta baho beraverasizlar. Hop, aloqachisidan xudo xolasa chiroyli qilib dastavka uстановkalar bilan qilib beramiz kelishtirib. Hop, do'stlar, bizning manzillar keladigan bo'lsa, bizning manzillarimiz Namangan viloyati 3 tuman Jidagapa qishlog'ida joylashgan. Kerak bo'lsa shu aloqa chiqsalar, joyni, shonani o'zida lokatsiyani tashlab beraman, borib shu joyni o'zida ham zakaz berishlari mumkin. Yo deb darvoza tanlaydigan bo'lsalar, aloqa chiqsalar, Telegram orqali, WhatsApp, любой ijtimoiy tarmoqda faolmiz, Telegram orqali kelishamiz. Xudo xolasa, borib o'zimiz o'lchamlarda olib boramiz, uстановkalarni qilib beramiz. Darvozamiz 1 kvadrat metri 1.300.000 so'mdan 1.700.000 so'mgacha chiqadi shu darvozamiz kvadrati. Aloqa chiqsalar, xudo xolasa to'liq ma'lumotini beramiz. Materialga qarab narx-navolar ketaveradi. Endi vibrlar keladigan bo'lsa, eng arzon vibr 450.000 so'mdan 3 milliongacha vibr bor. Aloqa chiqsalar, xudo xolasa chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Xo'p, do'stlar, darvozamiz yoqqan bo'lsa bitta like, ko'ngillarni bosib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.